Yosh Leninch postidan 3 kilometr kirganda Turop Obod mahallasiga kelganmiz. Ko'rib turgan xonadonimiz 8,5 sotuvdan iborat. Fasad qismi bo'lsa 29 ga 29. Xonadonimiz ikkita darvozadan iborat. Narxini bo'lsa oxirida aytib ketaman. Kuzatib turinglar. Qani ketdik. Xonadonimizga kirib kelar ekanmiz, darvozaxonamizni ko'rsak bo'ladi va o'ng tarafimizda yuvinish xonalari. Yana uyimizga yurib kelar ekanmiz, bu yoqda asosiy uyimizga kirish eshigimiz, to'g'rida zalimiz joylashgan, uni oldida ikkita ota-onalar yotoqxonasi. Uyimizning ikkinchi qavati ham bor, ikkinchi qavatida yana ikkita yotoqxonalar mavjud. Va uyimizga kirganimizda o'ng tarafda oshxonasi ham bor ekan. Endi hovlimizga kiradigan bo'lsak, ko'ryapsizlar, kattagina qilib bog' qilingan ekan, daraxtlarga ega, chiroylikgina, fayzli xonadon. Hozirgi kunda sal chetroqlardan uylar qidirishyapti. Nimagaki, Toshkentda havoni o'zingizlar ham yaxshi bilasizlar. Bu yoqlarda anchagina ob-havo yaxshi. Xonadonimiz boya aytganimdek ikkita darvozadan iborat. Ikkinchi darvozamizning oldida ikkita yana hojatxonalar mavjud. Endi xonadonimizning narxiga keladigan bo'lsak, har bir sotuvini $20,000 dan so'rashyapti. Qo'shimcha ma'lumotlarni pastki raqamlarga qo'ng'iroq qilib, uy egalari bilan baraka qilsanglar bo'ladi.